Chempionlar Ligasi faqatgina Real Madrid uchun yaratilgan o'rtoqlar. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Real La Ligada oddiy komandalar bilan oddiy o'ynagani bilan, ularni duxini ko'targani bilan Chempionlar Ligasiga dastoyni o'ynadi Bavariya bilan. Chunki bilasizlar, hozir Bavariya juda ham pik formaga, shunga qaramasdan qizil kartochka bo'lsa ham mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham bizlar uchun Real Madrid ajoyib dastoyni o'yin ko'rsatdi o'rtoqlar. Bu Real Madriddan xafa bo'lishga umuman bizning haqqimiz yo'q. Ayrim bir jamoalar qaytadan tug'ilsa ham tarix yoza olmaydi o'rtoqlar. Nima bo'lganda ham Real Madrid o'rtoqlar. Negativlarga ahamiyat bermaydi. Ushbu videoni sizlarni ustinglardan kulayotgan ayrim bir jamoadoshlarga tashab qo'yinglar o'rtoqlar, xudo xolasa. Bu yil bo'lmasa keyingi yil bu komanda Chempionlar Ligasida qanaqa o'ynashni biladigan komanda. Kim nima desam, fikrimga qarshi chiqsa, biz baribir Realchilar oxirigacha dakasi Real Madrid bo'lib qolamiz. Ushbu videoni Real Madrid muxlislariga tashab qo'yamiz va istoriyalarga bittadan tarqatib jigarlar addoshi padeshga qoramiz. Real Madrid